800 Mercedes yuradigan buxorolik millioner apalarimizning qanday bizneslari bor? Apajon, assalomu alaykum. Apa, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Siz millionersiz, qanday bizneslaringiz bor? Biz pastelni video magazin bor bizda. Magazinda savdo qilasiz. Nomi nima? Mercy Home. Mercy Home. Magazinda bir oylik daromadingiz necha pul? Qo'ying, aytmang-ki, hamma o'zi pastel video o'chopdi, keyin vashcha hamma joy pastel video Ya ketadi. endi hammasini aytmang mayli, ozroq qilib ayting yo. Yashirib ayting. Aytmay qo'ya qolay shuni. Xo'p. Magaziningizda hozirgi qiymati necha pul? Necha pullik biznesga aylangan? $100,000 bor. Zet. Oxirgi marta qayerga sayohat qildingiz? Dubayga. Dubayga bordingiz. Buxoro shahrida sizga yoqadigan restoran, qayerdan ovqatlanasiz? Chinor. Chinor. Va qayerdan kiyinasiz? Kiyim-kechak. O'zimizni Buxoro savdo majmuasidan. Şeydan kiyinasiz. Aha. Qarang, shu yoshgacha siz erishgan moddiy boyliklaringiz, nechta mashinangiz bor, nechta uyingiz bor? Ularni sanash balki to'g'ri, balki noto'g'ri bo'ladi, lekin Xudoga shukr, yoshim 33 yoshgacha meni yoshimdagi odamlar erishib biladigan darajadan yuqoriroq narsalarga erishganman. Ota-onam duolari bilan. O'zim xohlagandan-da ko'proq. Xudoga shukr. Mashinani ishlab o'rgansiz? Mers. Aytilmaydi summasi. Bu chunki buni dadamga sovg'a qilganman. Ha, mashina sovg'a qilgansiz, dadangizga sovg'a Dadamga sovg'a qilgansiz. qilganman. Hozir ishga kelganda случайно kelib qoldimda. Ha. Va oxirgi marta nima qimmatbaho oldingiz? Qimmatbaho tilla Necha pulga? $2,800 ga. $2,800. Lalita Gold'dan. Motivatsiya berasizmi yo'q yoshlarga? Harakat va yana harakat. Va ota-onalaringiz Va duosini olishni albatta eslasizmi? ota-onalaringizni duosi bilan albatta. Afajon, intervyu uchun kattakon rahmat. Ishlaringizga omad. Charchamang. Salomat. Keyingi millionerimiz siz bo'lishingiz mumkin. Bizani kuzating va like, поделиться, подписка nimadir qilinglar.